ko'pchilik odamlar shunaqa deydiki, ro'za tutsam charchab qolaman yoki quvvatim bo'lmaydi. Unda nima qilishadi? Ular haligi saharlik vaqti ko'p ovqat yeyishadi. Ko'p og'ir, xamirli, yog'li, qovurilgan yo boshqa narsa yeyishga harakat qiladi. Bilasizmi? Qancha ko'p ovqat yesangiz, uni hazm qilish uchun ko'p energiya ketadi. Og'ir ovqatni yeb olganingizdan keyin sizning energiyangiz shuni olib tashlaydi. Endi siz bo'shashgansiz, quvvatingiz ketgan. Sizning kunda 10 ta energiya beriladigan bo'lsa, 5 tasi ovqatga ketib bo'ldi endi. Endi shunday paytda charchaysiz, lanch bo'lib bo'shashasiz. Kun davomida energiyangiz bo'lmaydi. Demak, ovqatni siz qancha ko'p yesam, shuncha charchamayman deb eng katta xato bo'ladi. Bu bitta xato. Ikkinchisi, og'ir ovqatni ko'p yegandan keyin ko'p suv ichishga harakat qiladi. Oshqozonga sig'may qoladi bechora. Nega? Chunki og'ir ovqat suv tortadi o'ziga. Endi haligi odamlar aytadiki, saharim bor, ro'za tuta olmayman. Nega desangiz, chanqab qolaman deydi. Suv ichib turishim kerak. Endi u odamlar suv ichmaslik uchun og'ir ovqat yeyish kerak emas. Shunaqa tana shunday ishlaydi. Doim yodda saqlashimiz kerak. Qancha og'ir ovqatni tanaga kiritsa, u suv tortadi o'ziga, suv tortadi keyin. Suv tortganda sizni chanqatib tashlaydi. Chanqatgandan keyin nima qiladi? Og'zingiz qurib ketaveradi, suv ichgingiz kelaveradi. Keyin qon bosib ko'tarib ketib qoladi yoki asabingiz chiqib ketib qoladi yoki o'zim lanch bo'lib qolasiz. Ana shuning uchun birinchi nima qilish kerak? Saharlikda imkon bo'lsa ko'p ovqat yemang. Arabi xurmo zo'r narsa, shunaqa energiyaga foyda beradi. Ichakka, bo'g'imga, buyrakka, quvvatga, yurakka, boshga, bo'g'im juda ko'p joyga foydasi bor. O'shaning uchun men ko'proq shuni tavsiya qilaman. Ikkinchi qiladigan narsa, yong'oq miyaga juda zo'r foydasi bor. Yoki bo'lmasa mayizlar, yoki bo'lmasa bodomlar, pistalar zo'r foyda beradi. Endi ular qimmatli desangiz, salatlardan ko'proq iste'mol qiling. Ular sizni chanqatmaydi, lekin tuz ko'p qo'shmasga harakat qiling. Yana bitta tavsiya, ertalab qilayotgan paytingizda qancha yengilroq, ko'p energiya beradigan ovqatlar tanlashga harakat qiling. Masalan, ko'p non yemang. Non tiqiltiraman, yemangda uning joyiga mayli boshqa ovqatlar yeng. Lekin sho'r bo'lmasin, sizni chanqatib tashlamasin.